Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sara qishlog'idan Ozodbek do'stimizda qo'y boqayotgan qo'ralarga kelganmiz. Akalar, bu yerda xudo xolasa 10 bosh qo'ylar boqilayotgan ekan. Bular haqida to'liq ma'lumot, qanday boqiladi, qanday yem beriladi, qay tarzda yem beriladi va pishirib yoki Olmoqcha birlar bular haqida to'liq ma'lumot Ozodbek o'zidan beramiz. Agar videoda oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa qo'ymayotgan tanishlaringizga paydacha tarqatib qo'yasizlar. Nimaiki kimgadir foydali lifehack ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Albatta videoda oxirigacha ko'rib qo'yasizlar. Bu yerda xudo xolasa 10 bosh boqilayotgan ekan Ozodbek. 10 bosh boqilyapti ekan. Bu yerda hammasi hisori ekan, xudo xolasa bitta yerda oq bor ekan. Hop, zotdor qo'y boqilmasdan o'zimizning shu joylari qo'ylardan ikkita yo 3 tasi Qashqadaryoga keldilar. Hop, qolgani o'sha Qirg'izistondan o'tilgan ekan, lekin effekti yaxshi bo'lyapti ekan mana. Agar adashmasam 4 oy oldin video qildim mana shu qo'ylarni. 4 oy, 3 oy oldin. Effekt o'shandagi effektdancha semirgan mana. Hop. Videoda oxirigacha ko'rsam, yem tayyorlanayotgan joyi bor. Yemni solib pag'irga oyoqdan pishirilayotgan joydan ma'lumotlar beramiz albatta. Hop, yemni ham solinayotgan joyi, qanaqa tarzda boqiladi. Hop. Kepak, ko'rim. Hop, bu yoqda yer-yong'oq po'choq. Hop, bu yoqda Makkani unidan berishar ekanlar. Bularni hali bu paqirlarimizga pishgan yemni olib kelamiz bu paqirlarimizga. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, xudo xolasa manfaatli video bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, akalar, mana yemni xudo xolasa pishirilyapti. Hop, Ozodbek, endi buning ichida nima-nimalar qo'shilgan? Bug'doy qo'shilgan. Bug'doy, makka, hop, shipirga juvari, lo'ya qo'shilgan. shipirga juvari, lo'ya. Hop, necha xil? 5 xil bo'ldimi? 4, 5. 5-chi xili ham bor. 5 xil. Hozircha 4 xil. 5 xil. 5 xil narsa qo'shilgan ekan. Hop, qanchadan miqdori qancha qo'shilgan? Bir pag'irda, shu qora pag'irda beryapsiz degan. Bu pag'irda bir pag'irdan solingan ekan. Mana bir qo'zg'alaning uchun mana ekanlar. Yaqinlashtirib. Endi buni kechga berilayotganini qo'yga qancha beriladi, buni ham video davomida ko'rasiz. Albatta bitta like bosib videoda oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa manfaatli, foydali video bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, boyaga pishirilayotgan yemimiz xudo xolasa pishibdi. Hop, endi buni qancha pag'irga solinishini video qilib olamiz. Hop, paqirimiz 7 kg shekilli adashmasam 5 yo 5 kgmi? 6 yo 7 kg. 6 yo 7 kg. Hozir tortishda yetkazib beramiz. Tortilgan ya. Videoda. Hop, boya aytganimizdek, xudo xolasa makka, lo'ya, juvari, hop, bug'doy bor. Bug'doy. Qo'shimchasiga bitta ikkita. Hop. Aligini. Bodamda po'choq ekan. Bir pag'ir to'ladi. Yetkazilmaganimiz uchun chicha tutun chiqib turibdi, issiq bo'lgani uchun. Endi boya quruq yemlar, ag'da qo'shamiz, quruq yemlar bilan ularni ham ko'rsatamiz. Ular bilan o'zi sovib qoladi endi. Bo'lmasa bitta like bosib qo'yasizlar. Hop. Qo'chqorlar qanchadan boqilasiz? Qanchadan qaraysiz qo'chqorlarga? 2 yil bo'lib qoldi-yu. 1 yil oshdimi? 1 yildancha kamroq menimcha. Hozir ravishda doimiy qaraysiz. Akalar, boyagi solgan yemimiz bu. Endi bularda bu tog'oramizga aralashtiramiz, bu yerdagi quruq yemlardan. Endi aralashtiramiz. Bundan bitta olamiz. Bitta. Kattaroq jomda 1,5 2 kg chiqadi. 2 kg chiqadi. Bundan bitta tashlaymiz. 2 kg. Bitta paqirda
7,5 kilo chiqdi. 7,5 kilo. 7,5 kilo. Chiqdi bittasi akalar. Aha. Tamam. 7,5 kilo hisoblayib. 7,5 kilo hop o'raylik. Hop. Bittani ko'chib, 9,5 kilo. Hozir uni 2 kilo bilan. Endi bundan bu kalmak o'rimdan beramiz. Bitta yarim kilo. yarim kilo. Yarim kilo. Yer yong'oq ko'cha. Hop, bu ham o'sha 1 kilo chiqadi. Asal chiqsa bir jon. Yo'q, 1 kilo chiqmaydi bu. Yarim kiloga yetib bormas chiqadi bu aka. Bu o'ta yengil bo'ladi. Yarim kilo deylik. Buni ham ancha effekti bormi? Ha, ancha ko'p. Yer yong'oqda po'choq ekan. Bir ikkita yer yong'oqlari ham qolgan joyi bor ekan. Hop, endi bu ozroq qoldi. Ozroq qoldi. Buni olib kelib qo'yamiz endi. Makkani uni, Makkani mayda qilingan. Kichik kamroq beramiz, ozroq, yarimni ozroq. Buni buyuk turib aralashtirib tashlaymiz hammasini. Bu общийda hozir 11 hop, bu 2 kilo, o 7,5 kilo, 9,5 kilo, 10 kilo, 10,5 kilo, 11 kilo. 11 kilo. Bittasi 11 kilo. Bir paqirga aralashtirdik. Ikkitasi 22 kilo bo'ladi. Birinchi resag'da yana bir paqir turibdi. Yana hozir bunga so'g'anchalik solamiz. Endi buni aralashtiradi. Mana bu yoqda qo'ylar rosa yem yeyishga oshiqib turibdi o'zi ham. Sekin ko'rsatib. Hop, bu yerdagilar 10 bosh qo'y bog'lar ekan. Hisori. Hop, bir ikkita sariqlardan olgan. Menimcha bular ham hisori. Zotlari yo'q bo'lishi kerak. O'zimizda o'sha hisori qo'yadi. Hammasi bitta ikkita Qashqadaryoga bordingizmi? Bitta ikkita bor. Qolgani bular Qirg'izistonning. Qirg'izistondan o'tgan ekan. Yeyishini ko'ring. Qani? Yeyishi. Mana. Buni hali qilinadi, hammasiga chachib beriladi, o'lchanmaydi. O'lchab. O'sha bir cho'mishdan har bittasiga bir cho'mishdan, bu cho'mishdan. Hozircha bir cho'mishdan bersangiz, keyin chiqib ko'rmaysiz. Haqillab, chiqqan videolari ham bor olar. Ha, jonivorlar. Tez bermasangiz chiqadi. Hop. Bular kattaroq qo'ylar ekan. Katta qo'y, tishlarini yorgan, xudo xolasa. Menimcha 2 tish bo'lishi kerak bular. Hop. Bu yerda 5 tasi, bu yoqda 4 tasi yoshroq. Bularga nisbatan bu ancharoq, bu yoshroq ekan. Nimaiki bu endi olib kelishibdi buni. Bular ham endi o'sha tish yorishga kelgan payti. Bu hali qo'zi. Mana shuna. Bular ozgina cho'chib turgani uchun yo'qchiram. Bu yoqda asayapti. Xo'p. Endi bularda yana boyagi usulda bu paqirimizga yana solamiz, Paqirimizga yana solamiz. Hop. Bunda bitta Xo'p. Bunda bitta solinadi shuncha. Bitta solinadi. Bunda bitta. Hop, endi bundan bir cho'mich. Ko'rim bu. Ko'rimda odatda o'tib beriladi, lekin hozir quruqcha berilyapti ekan. O'tib berasiz endi. Ha, o'tib beradi, tez vaqtimiz bo'lmaydi. Hop. Bu yer yong'oq po'chog'i. Hop, bu yerda ozroq qolibdi. Bu makkani uni. Hop. Mana so'nimlar tagida quruq yem, ho'l yem. Boya pishirilgani. Hop, endi buni akalar kepakni ham atalasiga qo'shib qiladi, lekin beyda boqilishicha quruqcha aralashtirilsa nimaga yog'dagi ho'l bilan aralashib o'zi namroq bo'lib qolar ekan. Ha. Mana buni aralashtiramiz. Hammasiga birdek tushadi. Hop, opshi necha kilo bo'lyapti hozir? Shu 10 ta qo'yga opshi 22 kilo. 22 kilo. Hammasiga opshi chachganda 2 kilo 200 grammdan to'g'ri kelyapti. 2 kilo o'rayli. 2 kilodan, bir mahalga 2 kilodan to'g'ri kelyapti ekan. Lekin effekt yaxshi bo'lyaptimi? Zo'r bo'lyapti. Effekti zo'r bo'lyapti ekan. Hop. 4 oy oldin adashmasam 4 oy oldin video qilamiz bu qur'oni akalar. 4 oy oldin. Uni ichida 3 ta ya
to'rttasini yetiltirib sotishibdi ham. Sotdik. Olib keldik uni az aytganingizni. Ha, bu sariqda olib kelishibdi. Yaqinda olib keldik uni. Yana bitta og'dog'i bitta sariq yo'q edi, video qilamiz, bitta ishida sariq yo'q edi. Ikkita sotildi, olib kelindi. Tekda sotildi. Endi bularni ham, qolganini ham beramiz aka. Yeyishyapti. Endi buni birdaniga yeyverib qilib olish mumkin. Buni ertalab kechqurun 2 mahal berasiz buni. Beriladi. 2 mahal berilar ekan bu. Qo'ylarda o'zgarish yaxshi bo'lyapti ekan. Bitta like bosib, qadrdan do'st birodarlarga podpisat qilib, kimgadir foydali, manfaatli video bo'ladi. Oddiy qishloq sharoitida, uy sharoitida oddiy qo'y boqish usuli. Qo'ylarni ham o'sha o'zlari bor mahsulotlar bilan qo'rab bitirishgan ekan. Tagida go'ng to'planmas ekan-a? Ha, devorda zang to'planmas ekan. Aha. Bu aligisi pastga tusharar ekan. Pastga tushirib, pastdan tortib olinaveradi ekan. Pastdan sekin tortib olinar ekan. Lekin akalar effekti yaxshi bo'lyapti deyshadi. Orada silos ya somon bo'lmaydimi? Somon berib turiladi. Somon berib turiladi. Ular yeb bo'lgandan keyin Aha. qonni to'ymay qolishi ehtimoli ham bo'ladi. Unaqa joylarga silos Somon qo'yib qo'ygan bo'ladi. Somon 40 pastga tushirib qo'yishgan ekan. Bu yerdagilar mana. Makka bor ekan, somon bor ekan. Makkani batchisi. bor. Xo'p. Akalar bitta like bosib qo'ysalar, lekin qo'ylarni ishtahasi ham xudo xolasa zo'r ekan. Vaksina, ukal vaksinalarga qilingan-a? Shamollash, qurt ichida ichki tashqi parazitlarga qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqda mana mollarimiz ham yeyishyapti. Akalar, video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga foydali yoki mana shu usullardan foyda topdim deb bitta yozib qo'yasizlar. Like tekin, ko'pchilik like'ni pulli deb o'ylar ekan. Xo'p, akalar shunaqa qo'yib qo'yayotgan tanishlaringizga podpisat qilib tashab qo'yasizlar.